Assalamu alaykum Oshqovarning görүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саябкерлер, чабандастар, биз бүгүн Ноокаттын центринен салам айтабыз. Ноокаттын центринен өзүңүздөр көрүп турган бир красавчик келишкен ат сатылат экен. Сиздерге маалымат жеткирип, бөлүшүп өткөнү келдик. Бизден алыстабаңыздар. Атты өзүңүздөр байкап тургандай эле аттын гиганты бир чоңу сатылат экен. Эми кенен маалыматты сурайбыз. Юсуп Чабандес минип көрсөтөт экен. Айылдын имамы Дамылласы да келип калыптыр. Эми сиздер менен кенен учурашып, кенен маалыматты жеткиребиз. Дамылла, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Xo'p, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohning rahmati barchalaringizga bo'lsin. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan muborak hadislari bor. Man bana lillahi baytan banallohu lahu baytan fil jannah. Kim Allohga bir uyni bino qilsa, Alloh u bandaga jannatda bir uyni bino qiladi degan. Mana shu hadisga asoslangan holatida masjidimizni bir remont qilishlik, masjidni bir obod qilishlik jamoatimiz bilan harakat qilganmiz. Mana shu hadisga to'liq ishonganligi uchun 3 aka-uka maslahatlashib to'liq mulki bo'lgan bu otini Alloh yo'liga masjidga ehson qildi. Shuning uchun ham biz ehsonlarni Allohim qabul qilsin, Allohdan so'raymiz, qiyomatda mukofotini bersin. Yana bir aytadigan so'zimiz, mana shu Allohning yo'liga masjidga ehson qilingan bu otni sotishlik evazida biz sizlarga murojaat qilmoqchimiz. Allohdan so'raymiz, kimning imkoniyati bo'lsa, bu otni olsa, pul Allohning uyiga ishlatiladi. Eng yutuq ham shu joyda. Sizda ham hissangiz bo'lib qoladi. Shuning uchun Alloh nasib etgan insonga muborakbod deb aytamiz. Allohim muboraklik qilsin. Dunyo va oxirat baxsini ehson qiluvchiga ham, oluvchiga ham va Allohning uyida ibodat qiluvchilarga ham Allohim nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Мына туугандар, көрдүңүздөр, Дамылла жакшы эмелерди айтып өттүм. Мына эхсанга берилген ат экен, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Чоңдугуну, мына бийиктигини, жоон жолпундугуну көрүңүздөр. Эми Юсуп маалыматты берет дагы, мына эхсанга берилген ат экен. Маалыматына жаш канчада болгон мүнөздөмөсүн сурап, сиздерге эми кенен маалымат кылып жеткирип өтөбүз. Атты байкаңыздар, биз менен бирге болуңуздар. Мына боюну, чакаяктарыны, арка алдыларыны Юсуп токтотсоң эми бир жакшы маалымат берип алайлы. Айбеке, эми бул жашы тууралуу маалыматты кичине кошумчалап берип койсоңуз, аттын жашы канчада аттын? Assalomu alaykum, hurmatli jamoat, hurmatli do'stlar, xush kelibsizlar. Bu otimizning nomi Baykal ismi bilan nomlaganmiz, xudo xolasa. Klichkasi Baykal. Klichkasi Baykal. Otning yoshi may oyida rosa 5 yasharga to'ldi. 5 yasharga to'ldi. 5 yasharga to'ldi. 5 otni jo'vattirdi shunda. Bir xayrli ishga maqsad qilib qo'yilgan ekan, bir xayrli ishga savobimiz tegsin deb biz ham ikki og'iz so'z bilan bu otning egalari, o'zi egalari asli safarda, Rossiyada. Akalarim aytib birgalikda turibdi. O'zi yaxshi niyatda, yaxshi tilak maqsadlari bilan otni toza zotini, qonini surishtirib, otalari, enalari bir tayinli ot bo'lgani uchun oyligida 2 yasharligida oluvdi. 3-chi yilga ketyapti aka. 3-yildan beri ana bir qo'lda boqilib turibdi. Xudo xolasa bundan oldingi akalari ham kelib, yaxshi joylarda, uloqlarda chopib, nimalarni ko'rgani uchun do'stimiz endi yaxshi tilak niyat maqsadlari bilan shu otni havasga boqib niyat qilgan ekan. Bu yil mana Imom domlamiz ham Beshkepa masjidiga xayriya uchun masjidda katta qurilish, Allohning baytida chiroyli bir ozoda ibodat uchun maqsad qilib qo'ygan ekan. Shunga ehson sifatida do'stimiz akalari bilan ehson uchun maqsad qilgan ekan. Inshaalloh xayrli ishga kim hissa qo'shib mana shu otni bir niyat qilib olsa, ishlar xudo xolasa xayrli bo'ladi deb o'ylaymiz. Otni yoshini 5 yasharga to'ldi, ro'sti bo'yi. Polkasi 1.83-85 tegaragida. Siz o'zingizning bo'yingiz qancha? Bo'yi 87 ning atrofidaman men. Siz 85 dan buyuk. Ha. Mana sizga solishtirib olaveradi ekanda bo'yini. Chiroyli ot meni bir qiziqishga olingan ot bu, hali bir uloqchi kamandol ustiga chiqib hali chopilgan yo'q, katta uloqlar ko'rgan yo'q. Endi yengil uloqlarda
Aqloni o'yinlar ko'rsatgan joylari bor. Inshaalloh qaysi polvon nasib qilib olib qolsa, Xudo xolasa o'zini xizmatini ko'rsatadigan umiddamiz. Otni to'ki hamma yo'q joyida. Rossiyaning qaysi yeridan kelgan? Rostov tarafdan kelgan. Rostov chaqdan kelgan. Qoziqlari jevishni, den sog'lig'ini, teni boshina javob beriladi, ha? Hamma yo'g'i, din sog'liq hamma yo'g'i joyida. Bu nima boyag'inday ehsonga berilib, Allohning yo'lida, Allohning uyine berilyaptır da mesjidga. Yaxshi, yaxshilik. xayrli ishlarga, xayrli ishlarga. Boshlanishi Xudo xolasa o'zi niyat ham olinishda ham xuddi shunday bo'lgan. Yaxshi niyatda, maqsadda bo'lingan narsa. O yoqdan o'shanday bilan umid Xudo xolasa kim nasib qilib olgan bo'lsa, bu Allohning yo'liga niyat qilyapti. Xudo xolasa oldi ochiq bo'lib ishlar olib ketadi. Mana bog'ning o'zi boshchiligida Yemi mınday Yusuf ne bastırıp kesen arka aldığını mına köprü kavakların görünüzler mınday sekinele üstlerinde görüp koyulu. Demek at 80'den büyük boyu. 80'den büyük. Bayağında ezilmeme kıl böyle bir ordundala turgan at eken demek ha mınday жақсы niyetli alınıp Allah'ın uyuna hadiye katarı berildi. Toyligimda olib endi bunday yaxshi kunlarga kelib, yaxshi niyatlar chiqib qolib endi masjidga Allohning uyiga ibodat uchun xayrli ishlar qilinyapti. Yeme bu damılla bunun hadiyega berilipdir yaxshi masjidin qurilishine bayağınday da otaslar. Bu hadiyega berilgen bolsa bunday emenin bahası aytılabı, aytılbay oşol turalı da kişine emek koysanız özünüz. Avvalo bu ishda men ko'p bunaqa sohada bo'lmaganman. Endi narxi ot qurishli akalarimiz o'zi qo'ysin. O'zi qo'ysin-da. Agar himmat qilsa, Alloh uchun berayotgan odamga 2 barobar qo'shib turmay Alloh yo'liga olaman desa mukofot oliy bo'ladi. Biz narx qo'ymaymiz, narxni akalarimizni himmatiga tashlab qo'yaylik. Bizning o'zlari chiroyli narx qo'yib Allohning uyiga ekan, mana bizda qolgan hissamiz ham shunga bo'lib sarflansin desa ajab emas. Inshaalloh. İnşallah, inşallah. Ushul. Damılla onda bu ehsonga berip atkan adamlarga muameleringizde kişine dua nemelerdi aytib ketsangiz. Robbim avvalo o'zi bilguvchi. Amin. Biz so'raymiz, ehson qiluvchilarni ehsonini qabul qilgin. Ularni tarbiya qilgan onasini Allohim umrini uzoq qilgin. Sadaqa joriya evazida ekan savoblardan otalarni ruhlariga Allohim yetkazgin. Buni yaxshilik niyatida oluvchilarni ham mulkiga, iymoniga o'zing barakot ato qilgin. Bu mulklarni evazida ibodat qilayotgan bandalardan hammasidan sadaqa joriya bo'lib borishlikni o'zing nasib etgin. Allohumma robbana atina fid dunya hasana va fil akhirati hasana va qina azaban nar. Ya Rabbi. Amin. Allohu akbar. Ustamjon, bu ot hozir turib qolgan ot semizlik. Shuning uchun otda to'ki hamma yo'g'i joyida. Buni diviziyani qildirmayapti, sabab turib qolgan, dam olib qolgan otingiz uchun Otning vesine, turishine qarab, etine qarab turib, sayapkeller ot bintirganlar biletni o'ylayman men. Buni endi otni bilguvchilar o'zi biladi, ot qanaqaligini. Yeme qaysil nomerler bilan suylashadi? O'sha nomerlarni aytib o'taylik. Nomerlar domlarimizning nomerlari 755 Ha, plus 996 755 Ha. Chalishib suylashib senani telefonda so'z bilan Xudo xolasa o'sha telefonda buna jamoat ekan, ha? Shunda aytiladi inshaalloh. Bunga ekranga yozib qoldirdik tuğanlar otni ko'rdingizlar. Har biringizlarga shunday ehson berib, shunday otlarni meni nasib qilgan bo'lsin. Salomatda qolingizlar.